Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Birodarimiz bir qiziqarli savol berdilar. Bu savolga javob berishlikdan maqsad aslida boshqa narsa bo'lgani uchun javob beryapmiz. Birodarimiz aytibdilarki, bir qizni Alloh uchun yoqtirib qoldim. U qizga bildirishligim kerakmi? Men o'g'il bolaman, u nomahram bo'lganligi uchun ikkilanayapman. Avvalambor, to'g'ri hadisda agar bir birodaringizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, buni bildirib qo'ying degan narsa sunnatda bor. Lekin inson, musulmon kishi o'ziga nomahram bo'lgan, begona bo'lgan, qarashligi mumkin bo'lmagan, gaplashligi mumkin bo'lmagan nomahram ayolga qanday qilib qaraydi? So'ng esa qanday qilib yoqtirib qolganki, so'ng yana bunga borib turib, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'rib qoldim deb aytishligini, inson ikkilanishligi, bu inson uyalishlik kerak. Hech bo'lmaganda uyalishlik kerak. Qanday qilib inson o'ziga nomahram bo'lgan insonni yoqtirib qolishligi mumkin? So'ng esa men Alloh uchun sizni yoqtirib qoldim deb o'zini aldashligi mumkin. Inson begona ayolni Alloh uchun yoqtirib qolmaydi. Balki bu shayton uchun yoqtirib qoladi. Bu qizni chiroyini yoqtirib qo'ygan bo'ladi. Bu qizni bironta bir ovozini yoqtirib qolgan bo'ladi va boshqa narsasini yoqtirib qolgan bo'ladi. Hech qanaqasiga begona ayolni Alloh uchun yoqtirib bo'lmaydi. Bu siz begona ayolni nimasini Alloh uchun yoqtirdi degani, bu inson bir ibodatda kuchlik, iymonda kuchli bo'lgan, bir Alloh uchun birga jihad qiladigan, Allohning yo'lida birga namoz o'qib, masjidlarda birinchi safda birga turadigan meni birodarim, Alloh uchun buni ibodatlarini yaxshi ko'rib, qiyomat kuni menga shafoat qiladigan, meni qiyomat kuni ota-onam, bola-chaqam hammasi mendan yuz o'girilgan paytda shu birodarim yonimda turib beradigan odam bo'lganligi uchun Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ammo bu begona ayolda Alloh uchun nimasini yaxshi ko'rasiz? Agar bu sizga o'zini ko'rsatgan bo'lsa, siz buni ko'rib, yoqtirib, buni yuzini ko'rib, boshqa joyini ko'rib, yoqtirib qolgan bo'lsangiz, bu ayol aslida o'zini berkitmaydigan, Allohdan qo'rqmaydigan bir ayol bo'ladi. Buni Alloh uchun nimasini yaxshi ko'radi? Inson o'zini bunday aldashlik kerak emas. Erkaklar ayollarni Alloh uchun yaxshi ko'rmaydi. Alloh uchun ayolini yaxshi ko'radi, Alloh uchun onasini, Alloh uchun singlisini, qizini yaxshi ko'radi. Ammo begona nomahram ayolni inson hech qachon Alloh uchun yoqtirib qolmaydi. Bu shayton uchun yoqtiradi, shahvat uchun yoqtiradi. Bunga uylanmoqchi, buni o'sha dunyoviy g'araz uchun yoqtiradi. Inson o'zini aldab Alloh uchun yoqtirib qoldim. Endi bu inson shu darajaga bir taqvoli bo'lib qolganki, birodaringizni yaxshi ko'rib qo'ysangiz, unga bildirib qo'ying degan hadisga ham amal qilish kerak degan narsaga borganki, bu sunnatni qilaman deb, bu yaxshi ko'rib qolsa bildirib qo'yishlik kerak degan sunnatni qilaman deb, bu shuncha harom ishga yo'l qo'yapti. Shuncha harom ishga qo'l uryapti. Begona ayolga qarashlik, begona ayolga gaplashlik va o'zini yana shu sunnatga amal qilaman deb harom ishga nima qilishlik. Inson bir sunnat qilaman deb harom ishlarni, gunoh kabiralarni qilmaydi. Shuning uchun inson o'zini aldashlik kerak emas. Birodarimiz ham Allohdan taqvo qilib, begona qizlarga qaramasdan, begona ayollarni Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bilan o'zini aldamasdan, inson uylanmoqchi bo'lgan bo'lsa, masalan, shariatimizda joiz qilingan, ota-onasiga borib, uni qizni qo'lini so'rab, shar'iy nikoh qilib, mana shunday bir shariatimizda uylanmoqchi bo'lgan insonga yengilliklar qilingan. Ammo inson begona ayolga qarab turib, so'ng uni yoqtirgandan keyin men Alloh uchun yoqtirdim deb o'zini aldashlik kerak emas. Alloh taolo har bir yomonlikdan musulmonlarni va muslimalarni Alloh taolo saqlasin. Alloh